O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Fransiyaning eng oliy mukofoti Faxriy Legion ordeni bilan taqdirlanishi mamlakatimiz rahbarining xalqaro maydondagi tashabbuslari va keng qamrovli sa'y-harakatlarining yuksak e'tirofidir. Prezidentimizning davlat tashrifi doirasida erishilgan kelishuvlar, O'zbekiston va Fransiya o'rtasida o'rnatilgan strategik sheriklik munosabatlari esa ikki mamlakat hamkorligini yanada mustahkamlashga qaratilganini yaqqol namoyon etmoqda. Tashrif doirasidagi muzokaralar natijalari hamda imzolangan bitimlar yuzasidan keng jamoatchilik fikr-mulohazalarini bildirmoqda. Kuni kecha Fransiya mamlakatining Parij shahrida ikki davlat rahbari, O'zbekiston Respublikasi davlat rahbari hamda Fransiya mamlakati davlat rahbari o'rtasidagi tarixiy strategik sheriklik bitimi imzolanganiga guvoh bo'ldik. Albatta, bu bitim juda katta ahamiyatga ega bo'lgan bitim hisoblanadi va ikki davlat o'rtasidagi uzluksiz, ko'p muddatli va hayotning barcha jabhalarini o'z ichiga oluvchi va ikki davlatni o'zaro qiziqishlari va manfaatlarini himoyasiga qaratilgan maqsadlarga qaratilgan bitim hisoblanadi. Va albatta bir narsaga e'tibor berdikki, ikki davlat rahbari bir-biriga nisbatan shu qadar katta hurmat, ehtirom namunasini namoyon etdiki, bu albatta juda e'tiborimizni tortdi va mana davlatimiz rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga Fransiyaning Faxriy Legion ordeni topshirilishida albatta katta ma'no mazmun bor. Bu orden 1802-yilda buyuk fransuz sarkardasi Napoleon Bonaparte tomonidan ta'sis etilgan bo'lib, bu orden o'z vatanining tinchligi, xotirjamligi va barqarorligi yo'lida xizmat qilgan namoyandalarga berilgan. Va albatta davlatimiz rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning ham harakatlarini yuksak darajada baholanishi va mana shunday orden bilan taqdirlanishida juda katta ma'no bor. Shu bilan birga davlatimiz rahbari mana Fransiya prezidenti Emmanuel Macronga ham munosib sovg'a taqdim etdi. Bu sovg'a bo'lsa, albatta mana shu Fransiyaning buyuk adibi Viktor Gyugoning Kulayotgan odam badiiy asarini o'zbek tiliga tarjima qilinib nashr etilgan variantini sovg'a qildi. Va men o'ylaymanki, albatta davlatlar bir-biriga nisbatan shunday hurmat, ehtiromni namoyon etar ekan, albatta faqatgina chiroyli muomala qilish orqali emas, balki mana shu mamlakatning madaniyati va san'atiga tegishli bo'lgan buyuk asarlarni, sara asarlarni o'z tiliga tarjima qilish, uni munosib ravishda nashr etish va uni o'rganish orqali biz mana shunday bir hurmat, ehtiromni bildiryapmiz va mana shunday sovg'a albatta davlatimiz rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning diplomatik usuliga xos bo'lgan bir chiroyli qirra deb baholayman va juda yuqori baho beraman bu narsaga.